Boshlayman, lekin tez tashlab yuboraman. 1-2 haftaga motivatsiya yetadi, lekin keyin uni ham tashlab yuboraman. Bu holat sizga tanish bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng birinchi tushunish kerak bo'lgan narsa shuki, inson uzoq vaqt bir narsani faqat iroda orqali qila olmaydi. Iroda bu cheklangan resurs. U ertalab ko'proq bo'ladi, kechga esa kamayadi. Agar siz butun rejangizni irodam yetadi degan fikr bilan qurayotgan bo'lsangiz, u bir kun baribir qulaydi. Shuning uchun intizom masalasini kuch bilan emas, mexanika bilan hal qilish kerak. Birinchi qadam qarorlar sonini kamaytirish. Odamlar kuni bo'yi o'zlarini qarorlar bilan charchatib qo'yadi. Misol uchun, nimada o'qishga boraman, qaysi kiyimni kiyaman, qaysi yerda ovqatlanaman va undan tashqari qayerda o'qiyman, qaysi mavzuni o'rganaman, shu kabi savollar odamni charchatadi. Charchagan miya esa kun oxiriga eng oson yo'lni tanlaydi, hech narsani qilmaslik. Shuning uchun qarorlarni oldindan yopish kerak. Misol uchun, har kuni soat 19:30 da bir ishni bir joyda qilaman. Hech qanday variantlar, muzokaralar yo'q. Shu vaqt kelgach, siz faqat o'tirib ishingizni qilishingiz kerak. Hattoki qanday kayfiyatda ekaningiz ham muhim emas. Ikkinchi qadam ish hajmini sun'iy kichraytirish. Odamlar o'zini aldab qo'yadi. Agar 2 soat ishimni qilmasam foydasi bo'lmaydi deb. Bu fikr intizomni o'ldiradi, chunki hayotda har doim ham 2 soat vaqtingiz bo'lmaydi. Lekin yarim soat deyarli har doim topiladi. Shuning uchun siz o'zingizga minimal standart belgilaysiz. Misol uchun, bugun 30 daqiqa minimum ish qilishim kerak va ko'pincha siz bu vaqtdan ko'proq o'tirasiz. Bu metod juda muhim, chunki bu zanjirni uzmaslikka yordam beradi. Chunki intizomning siri ko'p qilishda emas, uni uzmaslikda. 3-qadam boshlashni avtomatlashtirish. Odamlar ko'pincha ish qilishni emas, uni boshlashdan qo'rqishadi. Shuning uchun boshlashni soddalashtirish kerak. Masalan, dars qilmoqchi bo'lsangiz, daftaringizni oldindan ochib, saytingizga oldindan kirib, barcha kerakli materiallaringizni oldindan tayyorlab qo'ying. Shunda sizda faqat bitta harakat qilish qoladi, o'tirish. Bu juda oddiy ko'rinsa ham, aslida juda ham foydali, chunki miyada hech qanday qiyin degan signal kelmaydi. 4-muhim narsa bu natijani emas, jarayonni nazorat qilish. Ko'pchilik o'zini natija bilan o'lchaydi. Pul chiqdimi, foyda bo'ldimi, yangi darajaga o'tdimmi? Lekin natija har doim kechikadi. Shu sabab odam tezda tushkunlikka tushishi mumkin. Buning o'rniga siz faqat o'zingizga bitta savol berishingiz kerak. Bugun reja bo'yicha ish qildimmi? Agar javobingiz ham bo'lsa, demak bu kun yutildi. Natija keladimi, yo'qmi, bu boshqa masala. Siz hozir jarayonni mustahkamlayapsiz. 5-metod bu o'zingizni kuzatish va yozib borish. Bu juda kam odam qiladigan, lekin juda samarali usul. Haftasiga bir marta o'zingizga muhim savol bering. Qaysi kun oson bo'ldi, qaysi biri murakkab? Murakkab bo'lgan kunlarda esa sizga nima xalaqit berdi? Telefon yoki uy ishlari yoki boshqa odamlardir. Bu orqali siz o'zingizni ayblamaysiz, balki tizimni sozlaysiz. Masalan, agar kechqurun sizga ish qilish qiyin bo'lsa, vaqtni o'zgartirasiz. Agar telefonga chalg'isangiz, uni o'chirib yoki boshqa xonaga olib qo'yasiz. Intizom bu moslashuv. Va yana bir muhim narsa bu sizning fikrlashingiz. Agar siz o'zingiz haqida baribir bu ishni tashlab yuboraman deb fikrlasangiz, miyangiz shu yo'l bo'yicha ketadi. Shuning uchun siz o'zingizni fikrlashingizni o'zgartirishingiz kerak. Masalan, men har kuni oz bo'lsa ham qiladigan insonman deb. Bu juda kuchli ichki buyruq. Keling endi mukammallik haqida to'xtab o'tamiz. Mukammallik bu intizomning eng katta dushmani. Chunki u sizni boshlashdan oldin to'xtatadi. Haqiqat shundaki, sifat doim miqdordan keyin keladi. Avval qilasiz, keyin yaxshilaysiz. Hech qachon aksincha bo'lmaydi. Yana bitta qoida, 2 kun ketma-ket tashlab yubormang. Bir kun o'tkazib yuborish mumkin, chunki hayotda har xil voqealar bo'ladi. Lekin 2 kun ketma-ket o'tkazib yuborsangiz, bu miyangiz uchun signal bo'ladi. Shu joyda odat sinadi. Shuning uchun eng band kuningizda ham minimal tarzda ish qiling. Shuni aytib o'tamizki, intizom bu o'zingizni qiynash emas, bu o'zingizga ishonchni qaytadan qurish. Har kuni kichkina ish bajarsangiz, ichingizda men buni qila olaman degan ovoz kuchayadi va aynan shu ovoz sizni uzoqlarga olib boradi. Keling endi nima uchun odamlar 3-4 haftada tez taslim bo'lishadi va bu holatdan qanday chiqib ketish mumkinligi haqida gaplashamiz. Agar e'tibor bersangiz, deyarli hamma bir joyda to'xtaydi. Birinchi hafta barchasi oson, ikkinchi hafta hali kuchlaringiz bor. 3-haftaga keladigan bo'lsak, ichingizda savol paydo bo'ladi. Bu rostdan ham ishlayaptimi? Bu o'zi men uchun to'g'ri keladimi degan. Va aynan shu savol ko'pchilikni to'xtatadi. Darslar qoldiriladi, reja bajarilmaydi, bir kun o'tkaziladi, keyin yana bir kun va yana bir kun. Oxir-oqibat hammasi yana boshdan boshlanadi. Bu holat tasodif emas, dangasalik ham emas. Bu insonning miyasi qanday ishlashini tabiiy holati. Boshlanishida siz yangilik effektidasiz. Miyangiz yangi ish qilayotganda dopamin beradi. Qiziqish bor, ilhom bor, hatto charchoq ham bilinmaydi. Lekin taxminan 3-4 haftada bu ish endi yangilik bo'lmaydi, dopamin ham berilmaydi va ko'pchilik shu vaqtda noto'g'ri xulosaga keladi. Demak, bu ish menga to'g'ri kelmas ekan. Aslida esa bu jarayonning eng muhim nuqtasi, chunki bu bosqichdan o'tgan insonlar keyingi darajaga osonlikda chiqadi. Bu holatni
nima qilish kerak? Boshida o'zingizga rostini ayting. 3-4 haftadan keyin ichim soviydi, bu ish menga qiziqmas bo'lib qolishi mumkin. Agar bu holatni oldindan tan olsangiz, shu vaqt kelganda siz xavotirga tushmaysiz va "Ha, mana shu daraja keldi" deb aytasiz. Va ko'pchilikning xatosi aynan shu vaqtda natijani kutishni boshlashadi. Pul qani, o'sish qani, o'zgarish qani? Lekin avvali aytib o'tganimizdek, bu vaqt ko'pincha natija uchun kam. Va yana bir xato shu vaqtda o'zini boshqalar bilan solishtirishni boshlaydi. Kimdir tezroq ketayotgandek ko'rinadi, kimdir allaqachon pul qilgandek ko'rinadi. Lekin siz faqat vitrinani ko'ryapsiz, orqa tarafini esa hech kim ko'rsatmaydi. Va aynan shu solishtirish ishingizni nafaqat 3-4 haftada tashlashni, balki boshlamasdan ham tashlashga olib keladi. Va shu joyda faqatgina bir qoida ishlaydi. Siz faqat o'zingizni kechagi versiyangiz bilan raqobatdasiz. Agar bugun kechagidan biroz yaxshi bo'lsangiz yetarli. Muammo shundaki, ko'p odamda kuch ham bor, xohish ham bor, hatto intizomga harakat ham bor. Lekin yo'l yo'q, aniqlik yo'q, tizim yo'q. Qayerdan boshlash kerak, qanday boshlash kerak va aynan shu noaniqlik intizomni sindiradi. Aslida esa barqaror natija hech qachon yolg'iz kurash bilan kelmaydi. Doim oldingizda yo'l ko'rsatadigan odam bo'ladi. Oldindan siz qilgan xatolarni qilgan odam ham bo'ladi. Qayerda to'xtab qolishingizni tushunadigan muhit bo'ladi. Shunda intizom majburiyat emas, odatga aylanadi. Qadam education kurslarida esa aynan shu holat beriladi. Aniq yo'l, ketma-ketlik, qadam va qadam sizga yordam ko'rsatiladi va shu sabab siz ishingizni o'rtada tashlab keta olmaysiz. Shuning uchun bu yerga kelgan o'quvchilar ishlarini o'rtada tashlab keta olmaydi. Ular sekin bo'lsa ham davom etadi. Agar siz ham digital kasblar dunyosida o'z yo'lingizni shunday muhitda boshlamoqchi bo'lsangiz, profilimiz tagidagi havola orqali o'ting va barcha muhim ma'lumotlarga ega bo'ling.